Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, Robbisini tanibdi. Boshqa hadisda aytdilar: "Arjahukum aqlan, ashaddukum hubban lillahi azza va jalla." İçilarda aqli rojihroqlari Allohga muhabbatda qattiqroqlari. Ya'ni kimni aqli pishib yetgan bo'lsa, u Alloh taologa muhabbati qattiq bo'ladi. Odamlar 3 xil bo'ladi. Allohning mahluqotlarini tanigan odamlar, Allohning buyruqlarini tanigan odamlar, Allohni o'zini tanigan odamlar. Allohning mahluqlari haqida va Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganishlik bir xil. Kitob kerak, o'qish kerak, domla kerak, takror kerak, mutolaa kerak, ekzamen kerak. Mana shu ikkala ilm o'rganilishlik yo'li bir xil. Va mana shu mehnatni qilgan odamga mana shu ikkita ilm kallasida natijasi qoladi. Ammo Alloh taoloning o'zini tanitadigan ilmni o'rganishligini birodarlar yo'li boshqacha. Chunki Alloh laysa kamithlihi shay'un bo'lgan zot. Hech bir narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Modomiki shunaqa bo'lgandan keyin Allohni mahluqotlarini tanitadigan ilm bilan Allohni o'zini tanitadigan ilm ham bir-biriga o'xshamasligi kerak. Mana bu birinchi ikkita ilmni yo'li bir xil dedigan sanadi, kitob, domla va hokazolar. Ammo Allohni tanishlik uchun Imom G'azzoliy nima dedi? Jahid tushahid. Jiddu jahd qil, mehnat qil, nafsini qiyna, nafsini mehnatga sol, shunda ko'rasan. Tushunalingmi? Birinchi ikki tilimni o'rganishlik faqat zehni zo'r, xotirasi mustahkam odamlar uchun. Hammani ham zehni zo'r emas. Demak, bu shar'iy ilmlarni yoki dunyo ilmlarini o'rganishlik hammani qo'lidan kelmaydi. Ammo Allohni qarangda ajib. Allohni tanitadigan ilmning narxi baland. Lekin bu hammaning imkoniyatida. Nafsiz xohlayotgan ishni teskarisini qilasiz. Shariat taklifotini nafsiz xohlamayotgan bo'lsa ham qilasiz. Kekirdekdan ushlaysiz nafsingizni, turasanmada deysiz, ini Alloh taolo sizga o'zini nurini soladi qalbingizga. Yana qaytarib aytaman. Allohning mahluqotlari haqidagi ilm, Allohning buyruqlari haqidagi ilm, bu ilmlarni o'rganishning yo'li bir xil va buni hamma ola olmaydi. Zehni har xil. Alloh taoloni tanitadigan ilm, bu ikkala ilmdan baland, lekin bunga hammaning imkoniyati bor. Kim jonini ko'proq riyozatga solsa, kim nafsini ko'proq sindirib tursa, shaytonning boshini qayrib tursa, shariatni ramkasida turadigan bo'lsa, mana shu bandaga Alloh taolo agarchi odam Qur'onni zo'r o'qiy olmasa ham, 10 mingta hadisni bilmasa ham, shariy ilmlarni zo'r o'rganmagan bo'lsa ham, Alloh taolo berib orar ekan shu narsani. Allohning rahmatini, adolatini ko'ryapsizmi? Agar Allohni tanitadigan ilm ham zehnga muhtoj bo'lganida, qancha odamlar bu ilmdan bahra olmay qolgan bo'lar edi. Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat, u zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar: tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azotlarning birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa echkemar deymiz. Shuni pishirishdi. Rasulullohga uzatishganida qo'lni uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Amanaqa echkemar deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Ahromun huwa ya Rasululloh?" Harommi deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yevoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qilsa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha. Rasulullohning fe'llari tariqat.
Birodarlar, tariqat bilan shariatning farqi bor. Nima u? Shariatning olimi bor, tariqatning olimi bor. Shariatning olimi senga Rasulullohning namozi qanday bo'lganligini, namozining kayfiyatini aytib beradi. Qanday o'qigan, necha rakat o'qigan, rukuda qanday turgan holati, qiyomda turganda nimani o'qigan, namozning farzi, sharti, vojibi, sunnatini bayon qilib beradi. Bu namozning suratini sizga bayon qilib beradigan odam shariat olimi bo'ladi. Endi tariqat olimichi? U nimani o'rgatadi senga? Biz hozir o'sha shariatni o'rgandik. Tariqatni, tasavvufni, haqiqatni o'rganmadik. Biz shuni o'rganmoqchimiz, birodarlar. Mana shu darsimizdan ko'zlagan maqsadimiz shu. Tariqat olimi Alloh tomonidan senga bir karomat berilishi uchun nima qilishing kerakligini o'rgatadi. Allohning amrida mustaqim bo'lishing lozim deydi. Ko'zingni haromdan tiy, qorningni harom shubhali luqmalardan saqla, seni istiqomaga buyuradi. Mana shu tariqat ulamolarining ishi. O'shuning uchun namozga kelayotgan odam qarasangiz, namozini shakli, surati juda ham zo'r. Tahoratda chiroyli oladi, o'rgangan. Ruku sajdalari o'rnida, o'rgangan. Qiroati, tasbih tahlillari o'rnida. Namozning surati zo'r. Namozning surati zo'r. Lekin tariqatdan, qalb tarbiyasi, nafs tarbiyasidan bexabar bo'lganligi uchun nechinchi rakatda turgani esdan chiqib qoladi. Shuning uchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi. Shariat ilmi amallarni tashqi ko'rishini o'rgatadi sizga. Tariqat ilmining olimi sizni nafsingizni ibodatini, nafsingizni tarbiyasini o'rgatadi. Biz shuni o'rganmoqchimiz. Demak, shariat, tariqat, uchinchisi haqiqat. Rasulullohning holatlari haqiqat. Alloh taoloni tanishda, birodar, bir holatdan ikkinchisiga o'tishing, bir martabadan ikkinchisiga ko'chishing, bir manzilatdan keyingi manzilat yuksalishing haqiqat ulamolarining ixtisosidan. Soddaroq qilib aytsam, ol mushlashib o'ynar eding. Kim bilandir. Aytishar eding, mushlashib ketar eding. U bir holat edi. Agar sen shariatni o'rganding, tariqatni o'rganding, endi haqiqatga kelgan bo'lsang, bir pog'ona ko'tarilgandan keyin senga g'udur qilib so'ysa, bunday qarab turib, indamay ketadigan bo'lib qolasan. Bo'lganmi shu narsa bir amatda hayotingizda? Avval shularni bittasi edingiz. Qirqishib, tortishib, so'kinishardingiz. Imom G'azoliy aytdi: "Jahid tushahid." Joningni qiyna, nafsingni qiyna, mehnat qil, kuch sarfla, keyin ko'rasan. Demak, ilm olish uchun kitob, muallim, qiroat, takror lozim bo'ladi. Alloh taoloni tanishga esa istiqoma, dinda mustaqim turishlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Shayyabatni Hud va akhawatuha." Meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi. Haqiqatan Hud surasi tushganidan keyin Rasulullohning shaxsiyatida qarilik alomatlari birdaniga paydo bo'la boshladi. Soch soqollariga oqlar kirdi, qariyotgani ko'rinib qoldi bir qisqa muddatda. Rasululloh vafot etdilar. U zot Rafiqul Aloga hijrat qilganlaridan keyin sahobalarning birini tushiga kirdi. Shu hadisning sharhlarida keladi. Haligi sahobiy so'radi: "Ya Rasululloh, siz meni Hud surasi va uning oyatlari qaritib yubordi degan edingiz. Qaysi oyatni qarituvdi sizni?" deb so'raydi. Rasululloh javob berdilar: "Fastaqim kama umirta oyati." Bas, ey Muhammad alayhisalom, siz o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling oyati. Sizga buyurilganidek mustaqim bo'ling, to'g'ri yo'lda turing degan oyat tushganda payg'ambarimiz buyurilganidek mustaqim tura olyapmanmi degan g'am bilan Rasululloh qarab ketgandilar. Alloh buyurgandek mustaqimlikka qancha yaqin kelsangiz, shuncha darajasi ko'tarilaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yu'jaba bi ilmihi." Bir odamning Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Kishi Allohdan qo'rqyaptimi? Demak ilmi bor.
Allohdan qo'rqyaptimi? Ilmi bor. O'zining ilmi bilan havolanishi esa uning johilligiga kifoyadir. Tolibi ilmda rivojlanib, ilmda o'sib boraveradi toki o'zini tolibi ilm ekanligini e'tirof qilib tursa. Biz hali tolibi ilmmiz. Biz hali ko'p o'qishimiz kerak desa, ammo men olimman desa, o'sha kuni johilligi aniq bo'ladi. Biz ilmda o'saveramiz, modomiki o'zimizni tolibi ilm ekanligimizni tan olsak, ilmimiz ko'pmasligini tan olsak, hali ko'p o'qishim kerak degan e'tiqod qalbimizda tursa, demak biz tolibi ilmimiz, biz o'syapmiz ilmda. Imom G'azzoliyning so'zlaridan Alloh haqidagi ilmning narxi baland, natijalari esa yuksak va go'zaldir. Mana shu xulosalardan bittasi. Alloh haqidagi ilmning narxi baland, lekin natijalari o'shunga yarasha yuksak va go'zaldir. Bir odam ilm izlaydi. Kitob o'qiydi, tinimsiz harakatda, ammo ma'siyatda muqim. Xohlaganini yeydi, xohlaganini ichadi. Bu odamning xotirasi kuchli, zakovati mustahkam bo'lgan odam. O'qiganini yaxshi tushunadi, eslab qoladi. Bu odamda qandaydir ilm bor. Ammo bu ilm narxi arzon. Ammo bu ilmning narxi arzon, chunki narxi o'qish, takrorlash, yodlab olish. Shumidi bu ilmning narxi? Demak, narxi arzon ekan. Ammo Allohni sizga tanitadigan ilmni narxi baland bo'ladi. Unga ko'p mehnat qilishlik kerak bo'ladi. Agar biz Allohni tanishni xohlasak-ku, lekin gunoh ma'siyatlarda ustida turgan bo'lsak, shahvatlarimizdan kecha olmayotgan bo'lsak, bu eshik biz uchun yopiq. Allohni bizga tanitadigan ilmning eshigi bizga yopiq. Agar gunoh ma'siyatdan tiyila olmayotgan bo'lsak, bu eshikka yaqin kelishlikka izn berilmaydi. Alloh taoloning nuri bizni qalbimizga berilmaydi, qalbimizga tajalli qilmaydi. Xulosa, shahvatlardan voz kechamiz, jilolaymiz, nafsimizni tozalaymiz. Shundan keyin astagfirullah, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Aytdik-ku, nafsni tozalaymiz, nafsni bo'g'amiz, havoy nafsdan qaytaramiz. Shunda Alloh aytayapti, dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Qaysilar? Qaysi mu'minlar? Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchi kishilardir. Ular behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchi kimsalardir. Lag'vdan o'zini uzoq qilgan. Lag'v nima? Allohdan boshqa hamma narsa lag'v deyiladi. Allohdan boshqa hamma narsa bekarchilik deyiladi. Kechasi uxlamasdan futbol tomosha qilish lag'v. Chunki unda hech qanaqa sizni Allohga yaqin qiladigan ish yo'q-da. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu ish. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu so'z. Sizni Allohga yaqin qilmayapti mana shu bahs. Demak, hammasi nima ekan? Lag'v, bekarchi narsa ekan. Eshitdingmi? Mana bo'pti Yevropada. Endi futbol mana bo'lar ekan. O'tirib 1 soat somorda bahs qiladi. Xo'p, bahs tugadi. Mana shu bahsning natijasi sizni Allohga yaqin qildimi? Demak, lag'v ekan-a. Men haligi maktabimizning qorovuli Pozil tog'ar aytib berdim-a? Xuddi o'shada mana. 100 ga kirgan odam bitta sistema paydo bo'lib yo'qib ketishcha ko'rdi. 100 yil yashagan odam sizlarda gapirayotgan gaplar hammasi bekarchi deyapti-da. O'shuning uchun aytayapti, kim najot topdi? Namozida qo'rquv, umid bilan namoz o'qiydi va lag'vdan nima qiladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-tahuru shatrul iymon." Poklik iymonning yarmidir. Poklik iymonning yarmidir. Poklik deganda biz faqatgina jismoniy poklikni tasavvur qilamiz. Tahorat deganda biz o'sha namoz uchun qilinadigan amal maxsus a'zolarni yuvishlik. Endi Imom G'azzoliy qanday tushungan shu hadisni? Imom G'azzoliy, ko'p takrorlayman bu gapimni. Insonning psixologiyasi haqida, insonning ichki dunyosi haqida eng ko'p va eng to'g'ri gapirgan olim. Imom G'azzoliy mana shu insonning nafsi, ruhoniyati, psixologiyasi haqida buncha ilmga qanday ega bo'ldi? Qaranglar, ajibda. U kishi
o'zini zamonidagi mushtahidlik maqomiga yetadi. Shar'iy ilmlarni mukammal o'rganadi. Ilmni 3 ga bo'ldik-a? Shariat, tariqat, haqiqat. Shariat ilmini mukammal o'rganib, mushtahid bo'ladida 10 yil tarki dunyo qiladi. Masjiddan chiqmaydi. Dars bermaydi. Faqat o'zini nafsini riyozati bilan shug'ullanadi. E'tikof o'tiradi 10 yil. Burungi Ramazonlarda o'tganmiz, Imom G'azzoliyning darsini eshitib qo'ysanglar bo'ladi tof turib. Mana shu 10 yil o'zini jonini qiynadi. Yaxshi ovqatdan, doimiy uyqudan, ziyofatlardan, odamlarning mazza-bemaza suhbatlaridan, dunyodan tarki dunyo qilib uzilgandan keyin, nafsini kekirtaydan shunday ushlagandan keyin Alloh bu kishiga boshqalarga ochmagan ilmni ochdi. Insonning shaxsiyati, ruhiyati haqidagi ilmni mana shu kishiga berdi. Jonini qiynodiynay oldi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu vafotining oldida Usmon ibn Affon kirdi ziyoratiga. Faloncha yil oyligingizni olmadingiz davlatdan, shu davlatingizni oyligingizni oling deganida men ketyapman dunyodan deydi. Ha qizlaringizga qoladi desa, ha qizlarimga faqirlik yetishdan qo'rqasizmi? Men qizlarimga o'rgatib qo'yganman. Har kecha Voqea surasini o'qisa, ularga faqirlik yetmaydi degan hadisni eshitgansizlar. Har kuni Voqeani bir oy o'qigansizlar. 1 yil o'qigansizlar. Qarasiz, kamchilik tugamayapti. Keyin shu hadis zaifroq shekilli. Cho'tta 1 yil o'qisak ham bo'lmayapti faqirlik. Nima? Siz Alloh taolo sizni hamma dunyodagi g'amlaringizni o'zini zimmasiga olib qo'yishlikni, shu Voqea surasini o'qish qo'yishlik bilanla bo'lib ketadi deb o'yladingizmi? Voqeani xotiningiz kunda o'qiydi, siz ko'chada yuribsiz maza-bemaza lag'vi bilan. Unaqa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo qalbingizga sakinat, xotirjamlik tushirishini xohlayapsizmi? Bu jonni qiynash kerak. Bu jonni tozalash kerak. Bu jonni nima qilish kerak? Mehnatga solish kerak. Mana duoni 10 ming marta o'qisa kambag'allik ketadi, qarzidan qutulasiz, faqat duo qiladi o'tirib olib. Bir oy chiqmasdan duo qil, lekin televizorni ko'radi, telefonda yotadi, maza-bemaza ishlarni qiladi, gunoh ma'siyatdan chiqmaydi, duoda qilaveradi. Endi tushunyapsizlarmi nimaga bizning duolarimiz ijobat bo'lmayapti? Xullas, jonni qiynaysiz, xohlamaydigan ishga majbur qilasiz, shariat buyurgan ishlariga, keyin kutasiz. Imom G'azzoliy mana shu hadisning sharhida aytadiki, poklik 4 xil bo'ladi. Poklik iymonning yarmi dedi payg'ambarimiz. Birinchi daraja, jasadingni pok saqlaysan. Najosatdan, nopok narsalardan. Mo'min moddiy ma'noda pokiza bo'ladi, jasadi toza bo'ladi. Ikkinchi ma'nosi, a'zolaringni gunoh ma'siyatdan saqlaysan. Ko'zingni, tilingni, oyoq qo'lingni. Poklik iymonning yarmida ikkinchi ma'nosi shu. Uchinchisi, axloqingni toza qilasan. Yomon xulqlardan, kibrdan, hasaddan, gina-kuduratdan, g'azabdan, g'iybatdan. To'rtinchisi, Allohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan. Qalbingda faqat Alloh bo'ladi. At-tahuru shatrul iymon. Poklik iymonning yarmi deyildi. Musulmonda jasadi toza bo'ladi, a'zolari gunohlardan toza bo'ladi, axloqi toza bo'ladi, hamda qalbi toza bo'ladi. Qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz. Alloh taolo sizlarning suratinglarga, jasadlaringlarga qaramaydi, lekin qalblaringlarga qaraydi, amallaringlarga qaraydi deydi. Bir odam Ka'bani tavof qilar ekan, duo qilyapti. Ey Alloh, mendan rozimisan? Shunda haligi odam orqasida kelayotgan bir kishi, ey birodar, Robbingiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham Robbingizdan rozimisiz dedi. Haligi duo qilgan odam, siz kimsiz deb so'radi. Orqada turgan odam, men Muhammad ibn Idrisman dedi. Kim edi bu kishi? Imom Shofiy edi. U kishi, qanday qilib Allohdan men rozi bo'laman? Axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi. Imom Shofiy javob berdi. Ne'matga xursand bo'lganingdek, musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang, demak sen Robbingdan rozi ekansan.
xursandchilik kelganda alhamdulillah, alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz. Endi ozgina musibat kelib qolsa, jazobaga tushayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohdan rozi emassiz, demak Alloh ham sizdan rozi emas. Bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'q-a? Hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q. Albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz. Imom G'azoliy aytdi-yu, Allohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland, qimmat bu ilm, lekin natijasi yuksak va oliydir. Narx juda ham baland, birodarlar. Ammo o'sha narxni to'lay olsak, mukofot shunga yarasha bo'ladi. Hamma shahvatlarni tashlaymiz oyog'imizni tagiga. Aytamizki, Parvardigor, yolg'iz o'zing meni maqsadimsan. Meni yolg'iz talabim seni roziliging. Umumiy g'oyani tushundinglar, birodarlar. Jonni qiynash kerak ekan. Ko'zni tiyish kerak ekan. Tilni tiyish kerak ekan. Sunnatni o'qish kerak ekan. Tasbihni aytishlik kerak ekan. Qalb faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Shunda uni ko'rasiz. Jahid tushahid. Joningni qiyna ibodat bilan, shariat bilan. Shundan keyin ko'rasan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Astaizu billah. Innalloha ashtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi. Nimani barobariga? Jannat barobariga. Juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi. Bu oyatda jon moldan avval aytildi. Ayting, agar sarf qilishlik kerak bo'lsa, pulni sarf qilishlik osonmi, jonni sarf qilishlik osonmi? Molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi. Shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi, lekin ikkalasini ham qila oladi inson. Bitta mana shu oyatda nafs moldan avval zikr qilindi. Asl narsa shu. Nafs moldan qimmat turadigan narsa. Shuning uchun eng katta saxovat qaysi saxovat desa, mol sarf qilinayotgan saxovat emas, jon nafs qilinayotgan saxovat. Nafs bilan qilinayotgan. Hasharga aytadi: akangiz, ukangiz, qarindoshingiz. Shunda kelib o'zi ishlashingiz bu nafsning saxovati bo'ladi. Mardiko'z bozorga borib turib, o'sha 2000 so'm qo'liga pul berasiz, kech-kech ishlaysangiz olib kelib qo'yasiz. Aka, men jina ishlarim ko'p edi. Undan tashqari bu kasam ham ko'p ham ishga yaramayman men. Undan ko'ra mana ishni qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda, zo'r ish qilgan bo'lasiz. Shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimidi, ishlamasa ham? Yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimidi? Sizni yuzga shuna qilishdi. Qasinisi yaxshi edi sizga? U sizni qadrlagani uchun keldi-da. Muhimi keldi, ishini tashab keldi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi. Sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi. Bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi. Erishmoqchi xolos shu martabaga. Ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi. Uyquni kanda qilmaydi. Doim o'yin kulgi, ulfatlar bilan osh-go'sh, bemaza gap so'zlar, suhbatlar, telefon, o'yin kulgi. Maqsad nima edi? Professor bo'lish edi. Ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi. Bu professor bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bularda hammasini tashlaydi. Keragicha uxlaydi, keragicha yeydi, ulfatlardan voz kechadi, kayf-safodan voz kechadi, jonni qiynaydi, professor bo'ladi. To'g'rimi? Dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa, Al-Malikul Muqtadir bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning huzurida bir maqomga, martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak? Dunyoda sportsmenlar kattaroq bir chempionatga, turnirga qatnashganda uydan olib ketadi. 1 oy, 2 oy xotiniga ko'rsatmaydi. Bola chaqasiga ko'rsatmaydi. Faqat fikr, zikr nima bo'lsin, trenirovkada bo'lsin deydi. Bitta medalga ega bo'lishligi uchun, chempion degan bir unvon uchun. Endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xohlasangiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi? O'shada faqat duoda qilamiz, bu yerda hayot bobbaygidek ketaveradi. Yo'q, birodar. Sening uyingda faqirlik tugamaydi. Sening uyingda baraka bo'lmaydi.
joningni qiynamaguningcha. Mehnat qilish kerak. Bu martabani narxi baland. Hamma rag'bat, xohish, istaklarni oyog'imizga tashlaymiz, vaqtimizni hammasini Allohga sarflaymiz, shunda shu martabaga erishamiz. Ey sayyidim, moldan zakot qancha beriladi dedi. Uni sayyidi javob berdi. Sizlardami, bizdami dedi. Bu kishi so'rayapti, ey sayyidim, sizlarda degani nimasi-yu, bizda degani nimasi? Sayyidi javob berdi ustozi. Sizlarda molning 1/4 zakot qilib beriladi. Bizda esa, bizda banda o'zi ham, uni moli ham sayyidiniki bo'ladi dedi. Aytdi-yu, Alloh jannatni sotdi ularga dedi. Nimani evaziga? Nafsini va molini sarf qilishlik evaziga. Allohga topshirasiz, o'zingizni qarab turasiz. Molingiz, kuch-quvvatingiz, vaqtingiz, imkoniyatingiz, o'y-fikringiz hammasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi. Imom G'azoliy aytdi, Allohni tanitadigan ilmning narxi baland, lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak, go'zal bo'ladi. Agar faqatgina Alloh taoloni amr va nahiysini, dalillarini, qoida usullarini, ya'ni shar'iy ilmlarni o'rgansang, bilsang, hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsang-ku, ammo harom xarishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang, nafsini majbur qilmayotgan bo'lsang Allohning bir hukmiga, oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang, bu juda ham bir g'arib holat. Sen Allohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganibsan, lekin Allohning o'zi haqidagi ilmdan g'ofil qolibsan. Shuning uchun, birodar, agar Allohga osiy bo'layotgan bo'lsang, Allohni hali tanimabsan. Qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama. Kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara. Agar Allohni rost ekanligiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding. Mana birodarlar, payg'ambarimiz aytadilar, "Kafa bil mar'i ilman an yaxshalloh." Kishining Allohdan qo'rqmoqligi, ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir. Natijalari yuksak va go'zaldir. Mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana shu ishlarga. Nafsni jiloladingiz, ko'zni tiydingiz, quloqni tiydingiz, g'iybatdan tiyildingiz, o'zingiz majburladingiz. Endi o'sayotganingizni qadam bilasiz. Yaxshi savol. Endi belgisi-chi? Inson buni qanday his qiladi? O'zini yuksalayotganligini qanday his qiladi? Bitta misoli bor. Agar sen dunyoparast odam bilan o'tirib qolsang, uni tubanligini ko'rasan. Aqlini kaltaligini, bema'ni narsalar bilan ovora bo'lib qolganini ko'rasan. Xudbinligini ko'rasan. U odam bilan o'tirishni xohlamaysan. Tubanligini ko'rishni boshlaysan. Yomon ko'p gapiradi mana shu odam deysiz. 1 yil burun sizdan shunaqa edingiz. Teppa-teng aytishar edingiz. Teppa-teng futbolda bahs qilardingiz. Teppa-teng siyosatda tortishar edingiz. Bunday o'ylab qarasangiz, u bari nima ekan? Ke qo'y. Eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim, men kerak emas. Oysha onamiz roziyallohu anhoni mana hodisatul ifkda zinoda ayblashdi munofiqlar. Musulmonlar o'rtasida bir oy gap tarqab yurdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriy uyiga kirganida Ummu Ayyub aytdiki, "Ey Abu Ayyub, odamlar Oysha bilan Saffon haqida gapirayotgan gapni eshitdingizmi? Ya'ni shular zino qildi degan gap tarqab qolgan edi." "To'xta" dedi. "To'xta. Sen shu ishni qilarmiding?" dedi ayoliga. "Yo'q, qilmasdim" dedi. "Men shu ishni qilarmidim" dedi. "Alloh saqlasin" dedi. "Oysha sendan yaxshi. Saffon mendan yaxshi" dedi. Ana birodarlar, Alloh taolo shuni aytdi. Mo'minlar shunday deyishsa bo'lmasmidi dedi mana Nur surasida. Ko'chadan keldingiz, eshitdingizmi dadasi? "To'xta xotin, menga kerakmi shu hozir?" "Yo'q, menga kerak emas, qo'y gapirmay qo'yaver." "Menga tegishli bo'lmasa gapirmay qo'yaver." Allohni tanitadigan ilmni olish uchun itoatda bo'lish, mehnat, infoq, sarf lozim bo'ladi. Al-imanu iffatun anil matami'i, iffatun anil maharimi. Iymon nima? Iymon ta'malardan iffatli bo'lish, man qilingan narsalardan iffatli bo'lish. Ta'madan uzoqsan,
gunohdan uzoqsan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarlarning birida ana shu sahroda qo'y haydab yurgan cho'ponga duch keldi. Mashhur qissa. Haligi cho'ponni bir sinashlik uchun qo'ylardan bittasi menga sotmaysanmi dedi. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Sotaver, pulini olasan. Qo'ydi o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Haligi cho'pon aytdi: "Vallohi menga pul juda ham zarur hozir. Agar bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ham ishonadi. Ammo Allohchi" dedi. Hech kimga bildirmasdan o'sha $1000 chiqarib oldingiz o'rtadan. Hech kim bilmaydi yolg'on gapirganingizni. Kim bilib o'tiribdi ayting? Hech kim bilmaydi. Raspiska olgani yo'q, diktofonga yozib olgani yo'q. Siz bilan Alloh o'rtasidagi sir. Shunda Allohdan qo'rqib olib borib bera olyapsizmi? Muborak bo'lsin, iymoningiz bor ekan. Mana shu iymonning javhari, iymonda asli. Mo'min odam shunday beradi, ketaveradi. Bu faqat mo'minlar o'rtasida bo'ladi, ishonavering. Muzorabaga biznes qilasiz. Birov $10,000 berdi, biznes qildingizda foyda bo'lmadi deyapsiz. Bu qanday bo'ladi u? O'shuning uchun muzoraba faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladigan muomala. Allohdan qo'rqmagan odam bilan muzoraba qilib olmaydi. Muzorabani puli kuyib ketsa, mehnat qilgan hech narsa to'lanmaydi, pul egasi pulga kuyib qolaveradi. U faqat ikkita mo'min o'rtasida bo'ladi. Allohning amrida mustaqim bo'lgan kishigina iymonning lazzatini totiydi. Olib borib beradi-da, maza qiladi. Chunki shayton nima deyatuvdi? Bir 200 ni olib qol deyatuvdi. Qanday biladi? Berdingmi desa, berdi deysan. Sanab o'tiramidi deydi. Shunda 200 ham olmasdan 1000 olib borib berdingiz. Maza qilasiz. Nima qila oldingiz nafsingizni? Shunday yenga oldingiz, sindira oldingiz. Demak, Allohning amrida mustaqim bo'lgan bandagina iymonning lazzatini tota oladi. Endi Allohga iqbol qilmagan odam bu iymonning lazzatini nima ekanligini totmaydi. Imom Junayddan so'raldi. Allohning valisi kim? Allohning do'sti. U suv ustida yurib ketadigan yoki havoni bosib-bosib tevaga ko'tarilib ketadigan odammi? Imom Junayd javob berdi. Sen uni amr va nahiy ustida topasan. Mana shu inson haqiqiy validir. Farzni bajaradi, gunohdan tiyiladi. Dunyo ilmlarini o'rgatadigan jamiyalar to'lib yotibdi, birodarlar. Fizikani, matematikani, boshqa ilmlarni. Mana shu o'rganayotgan dunyoviy ilmlari agar inson xohlasa, unga Allohni eslatadigan ilm bo'ladi. Yer yuzidagi har bitta ilm insonga Allohni tanitadigan bir eshik bo'lishi mumkin. Albatta bu narsani mana shu talib ilm xohlayotgan bo'lsa. Allohning buyruqlari haqidagi ilm ham shularga muhtoj bo'ladi. Madrasaga, muallimga, takrorlashga, sinovga, imtihonga. Ularning natijasi miyada qoladi. Xulosa, inson bir narsani haromligini bilib turib ham qilayotgan bo'lsa, bu odam Allohning amrini tanibdi, lekin Allohni tanimabdi. Agar bir banda Allohni buyruqlarini tanib turib, o'sha gunohni qilayotgan bo'lsa, shariatning hukmlaridan xabardor bo'ldi, lekin Allohning kimligidan xabardor bo'lmadi. Alloh azza va jalla barchalarimizni shariatni ham, tariqatni ham, haqiqatni ham ilmini o'rgangan solih bandalardir.